Assalomu alaykum topdagi qarindoshlar. Yuqorida Arslan apandimniki Italiyaning bosh ministeriniki davlatning paravalliq tuzumini o'zgartirish, ya'ni iqtisodiy tuzumlarni xalqqa qanday muomala qilish iqtisodiy jihatda uning qanday yordam berish, mustaqil o'zi tepish kerakmi? Davlat uning orqasida turib, ya'ni uning turmushini kapolatga ega qilish kerakmi? degan temada gap qilib xalqning turmushiga ega bo'lib olmaslik kerak. Uni xalq o'zi tirishib, o'zinikini o'zi tepib yeyish kerak deb shundoq bir fikrni qildi deganga Toshyo'g'li Abdushkur apandim, Abdushkur hojim o'zining ko'z qarashini qo'yapti. Hamda mana shunga o'xshash munozirlar bo'lgan chog'da bizning diniy odamlar hech qaysi chiqib shu munozirga aralashamaydi. O'zining ko'z qarashini o'ttirib qo'yolmaydi. Bizning dinimiz qanday bir davlat sistemasini o'ttirib qo'ydi. Bizning dinimizning davlatchilik eng nima? Bir davlatda iqtisodiy sistemalarni shu paravalliq bilan xalq turmushi bilan munosabatlik, xalq turmushini kapolatga ega qiladigan taraflari, ortiqchiliklari qaysi? Bu temalarda hargiz gap qilmaydi. Agar siz chiqib bir hadisni mana Qur'onga uyg'unmi, uyg'un emasmi deb uning Qur'onga uyg'un kelmayotganligini o'ttirib qo'yib, "Ma to'g'ri emas" desangiz, sizni har narsalarga chiqarib o'tadi. Abu Palonchi Ibn Pokonchidan rivoyat qilgan deganli gapni qilgan ma narsa ma Qur'onga uyg'un kelmaydi desangiz, mana shunga shu darajada qarishtirib ketadi. Lekin hozir dunyoda o'zimizning dinini shundoq cho'ng o'ringa qo'yamiz. O'zimizning dinining davlatchilik eng qaysi? Qanday bir davlatchilikni o'ttirib qo'ydi? Jamiyatda xalq turmushini qanday kapolatga ega qiladi, qanday boshqardi, bu temalarda hargiz gap qilmaydi. Bu Palonchi Ibn Pokonchi degan gap Palonchining dadisi, Pokonchining balasi degan gap. Boshqa bir gap emas u. Palonchining dadisi manda dedi, Pokonchining balasi manda dedi. Pokonchining balasidan yana birisining balasi manda gapni anglab ekan, Payg'ambar alayhisolamning manda deganligini ilgari surib ekan, mushtami gap qilib ekan deganga o'xshash gaplar hamdamisi. Endi biz Palonchining dadisi manda dedi, Pokonchining balasi manda dedi. Pokonchining balasi Pokonchining dadisini anglab ekan. Yani uning dadisini anglab ekan degan shu so'zlarga biz Qur'onga iymon keltirib, shuning bilan bir-birimiz bilan so'qishamdiq desa, azroq bir Qur'onga haqiqiy ishongan odam, haqiqiy iymon keltirgan odam bu gaplarni azroq o'ylay to'xtab turar. Palonchining dadisi manda debdi, Pokonchining balasi manda debdi degan so'z bilan Qur'on qanday o'xshaydi? Bo'pti, shu Palonchining dadisi, Pokonchining balasi, dadisidan dadisi anglab ekan, balasidan balasi anglab ekan degan so'zning to'g'ri xatoligini ayiradigan bir narsa bo'lish kerak qo'limizda. U bo'lsa nima desanglar, o'zgarmas Qur'on. O'zimiz iymon keltirgan o'zgarmas Qur'on. Mana shunga selib turib, buning to'g'ri xatosini ayiramiz. Shuni ayrig'idek bo'lgan vaqtda Qur'onga bir narsani selib turib, ayrig'idek bir aql farosat iymon yetilgan vaqtcha desa, uningdan keyin biz mana o'xshash munozirlarga fikr qatnashtira olamiz. Ya bizmi mandaq bir davlatchilik ingava, bizning dinimiz jamiyatni mana shundoq bir jamiyat, go'zal bir jamiyat barpo qilish uchun o'ttirib qo'yilgan ajoyib noch sistemalarni o'ttirib qo'ygan. Payg'ambar alayhisalom bundoq sistemalarni qurib, hammamizga o'rnak qilib ko'rsatib qo'ygan deb shu temalarga kirarligidek iqtidor oldi bilan Qur'onning qanday kitob ekanligini to'nigan vaqtda yetidi u. Bo'lmasicha desa yetmaydi. Tappagan narsamiz nima desa, ani inkor qilibdi, mamanim inkor qilibdi, aning chechi chiqib qolibdi, ishdan qisqa kiyyapti. Mana shundan boshqa.
bir sünnetga amal qilmayga, u bir necha 10 puti bilan kirkitiverga, tomoqni so'ng puti bilan yeyaverdiga. Mana shunga o'xshash hech qanday bir odamning diniy e'tiqodi bilan munosabati yo'q. Ya bu şu dünyada ya o dünyada bizni bir necatlıkka eriştirdiğin, bizga bir mukofot qilinadigan bir narsa bo'lmagan narsalarni cho desa, din deb shu kechga kirib qilib, oxirgi hisobda xorliq zabulliq mana mushlar kelib chiqyapti. Endi mushu qarindoshlar mana yuqorida Abdushukur mushu g'arb dunyosida masalan Germaniya biz turayotgan Norvegiya, nurg'un davlatlarning paravollik ishlariningki ashundaq bir sistema bilan mangmasa jamiyatda nurg'un jinoyat, qalayimqonchilik, talash tortish, bir-birini o'ltiradigan jinoyatning xarakterlari o'zgarib, hamma odam o'z nafsi uchun harakat qiladigan bir narsaga aylanib ketadi. Shuning bilan davlat uni kontrol qila olmaydigan. Oxirgi hisobda shu xalq turmushiga berayotgan iqtisodnimi, yomon cho'ng iqtisodni sarf qilib, u tuzumni, u davlatning omonligini qo'g'day olmaydigan bir hol shakllandi debdi birsi deb shunda yaxshi bir narsa qo'ydi, o'tirib qo'ydi. Endi bizning islom dinimiz mana shunday bir davlatchilik sistemimizni o'tirib qo'yganmi desa, qo'ygan. Nurg'un odamlar dinni siyosatdan ayirmaysa, andag'ay dedi. Ya sen dinni siyosatdan ayirmaydigan ishing bo'lsa, bo'pti ayirmayli, sen degandek bo'lsin. Biroq sen degandek bo'lsa, Qur'on bir odamning namoz o'qish uchun, ro'za tutish uchun, zakot berish uchun kelgan kitob emas. Ana ashundaq davlatchilik sistemalarini nihoyat chiroyli o'tirib qo'ygan va payg'ambar alayhisalom ashundaq bir davlatni qurib xalq ko'zitib, insoniyat dunyosiga ko'zitib qo'ygan ashundaq bir din bizning dinimiz. Aşı nuqtalarni tonib yetgan vaqtda uni siyosatdan ayirib qarayman, qaramayman demismi, u o'zi shuning bilan bir yurish ketaveradigan narsa. Ketaveradigan narsa. Masalan, Payg'ambar alayhisalom qandaq bir davlatchilik sistemasini o'ttirib qo'ygan, bizning dinimiz qandaq bir davlatchilik sistemasini o'ttirib qo'ygan deb o'tganda mush topdi so'raldi. Men shu chaqda o'zimning ko'z qarashini o'ttirib qo'ydim. Sotsial demokratik bir sistemini o'ttirib qo'ygan Payg'ambar alayhisalom. Uni nereden ilip qo'ygan desa, shu Qur'ondan ilip qo'ygan. Sotsial deganimiz xalq turmush kafolatga ega qilingan. Bütün paravollik ishlar, hammasi xalqning turmushi bir kafolatga ega qilingan. Demokrat deganimiz-chi desa, bütün odam o'zining diniy e'tiqodi bilan, o'zining erkinligi bilan, fikr erkinligi bilan yashaydigan. Lekin bütün şu ziminde yaşayotganlarning har qandig'i davlatga zakotdan iborat shu bojni topshirdigan. Shu yig'ilgan shu boj bilan, shu zakot bilan xalq turmush kafolatga ega qilindigan. Demak, shu zakot bilan, shu boj bilan xalq turmushi kafolatga ega qilindigan. Ashundaq bir jamiyatni Payg'ambar alayhisalom Qur'ondan elib, Qur'on bilan qurib ko'rsatib qo'ydi. Hozir xuddi dunyoda bo'layotgan, mushu biz yashayotgan mushu demokratik ellarda hech qanday islom bilan hech qanday munosabati yo'q bir sistemlarda yashaydigandek his qilamiz biz, bizning odamlarimiz. Nima uchun desa, Qur'onni yuqorida necha kunimiz deyishayotganimizdek, bir ibodat kitobi. Asli Qur'onga amal qilsak, hammasiga amal qilsak, hammasi ibodat, lekin mening ibodat kitobi qilib qo'ydik deganim nima desa, to'g'ri tushunishni umid qilmay qarindoshlarning, shu namoz o'qiydigan, ro'za tutadigan, tasbih seriydigan, doim joy namozda o'tiradigan, bika vaqt chiqsani qo'shimcha namoz o'qiydigan, boshqa yeri bilan, dunyoning boshqa ishlari bilan bu Qur'onning hech qanday aloqasi yo'qdek, davlatchilik bilan hech qanday aloqasi yo'qdek, ashunda bir narsaga aylantirib, birisi u oyatlar, ashunda bir namoz o'qiydiganlar, ashunda bir narsaga aylantirib, Qur'onni, ikkinchisi Qur'onni olib o'lib ketgan odamning beshida o'qiydigan, mashundaq bir kitobga aylantirib qo'ygan. Keyindan qopib uningdan keyin o'zi bu davlatchilik ingini, davlatchilik sistemasini, Qur'on qandaq bir davlatchilikni o'tirib qo'yavadi, uning bilan hech qanday xavri yo'q. Mana mushta munozirlarga qatnashamaydi, so'zlayolmaydi, dalanmaydi.
Şunun bilan birisi qopab bu din bo'lish kerak, davlat bo'lish kerak desa, dinni siyosatdan ayirib deb uning bilan jidallashyotgan. Ya bizning dinimiz bir butun narsa u. U bir narsadan ayiradigan bir narsa emas u. Ayıradigan bir narsa emas. İtqat u. İtqat. Lekin anınga o'xshash bir davlatchilik sistemasini o'tirib qo'yib bergan. Ana aşı zakatni. Şu ziminde yaşaydigan musulmonlarning berdig'ini zakat desek, zakat degan so'z bilan tushundirsak qarindoshlarga. G'ayrimusulmonlardan oldig'ini jizya desek, har ikkilisining boylaridan elib, har ikkilisining kambag'allariga sarf qiladi. G'ayrimusulmonlarning kambag'allariga pul to'laysa desangiz, u Qur'onning adolatiga uyg'un emas. G'ayrimusulmonlarning, ya'ni shu boylari shu sistem bo'yicha shu davlatning shu zakatga o'xshash shu bojini to'laydi. Musulmonlar boji zakat bergandek ularmi desa, shu jizyani to'laydi. Shuning bilan desa, o'rtaq bir jamiyat hosil qilib, shu jamiyatda her ikkilisining beydin ilib, her ikkilisining kambag'alligiga, ya'ni shu davlatga ehtiyojli odamlarning hammasiga hech qanday diniy e'tiqod shaklimizga uchirmagan holatda ashtaq bir jamiyat barpo qilishni islom o'ttirib qo'ygan. Shu sistemining eng muhim bir sistemi ekanligini, davlat bilan munosabatlik, xalq turmushi bilan munosabatlik, ashunda bir sistem bo'lganligi uchun Ebu Bekir Siddiq zakatdan iborat Peygamber Aleyhisselam qurib qo'ygan mushu iqtisodiy sistemini buzgan va uni bermayman degan va uning qarshi chiqqanlarga urush e'lon qilaman degan. Namoz o'qimagan odamga urush e'lon qilaman degan emas. Ro'za tutmagan odamga urush e'lon qilaman degan emas. Nafl namoz o'qimagan odamga urush e'lon qilaman degan emas. İslamda manda yürüşni, manda kiyishni, mani qilishni o'tirib qo'ygan, sen manda yursang, sana urush e'lon qilaman degan emas. Nima uchun Abu Bakr Siddiq mushu zakatni bermagan Payg'ambar alayhissalom qurib qo'ygan mushu sistemaga bir tal o'g'liq chaqliq bir narsani kam berib qo'ydigan, men u odamga urush e'lon qilaman degan desa, Payg'ambar alayhissalom qurgan davlat sistemasining iqtisodiy jihatdagi mushu sistemini buzganlik uchun urush e'lon qilaman degan. Hozirmi biz turayotgan davlatlarda boj ishlayotgan odam boj to'lamay yashash mumkin emas. Bojni to'lamasangiz, yadanga qarz olasiz, qarzni otib qo'ydi. Boj to'lagidek bir ish topolmasangiz, boj to'lab siz davlatga boj to'lab va o'zingizning turmushini kafolatga ega qilib yashag'idek bir imtiyozga ega bo'lolmasangiz, davlat sizdan boj vermaydi, sizga iqtisodiy jihatdan yordam beradi. Demak, bizning dinimiz mana shunday bir mukammal din bu. Mukammal din. Mana bizning ahli ilmlarimiz mana shunday munozirlarga chiqib, shunday munozirlarga qatnashib, Qur'onning qanday bir davlatchilik sistemasini o'ttirib qo'ydiganligini, bizning dinimizning qanday bir go'zal din ekanligini, qanday bir butun din ekanligini, u real dunyoga moslasholmaydigan emas, hozirgi eng go'zal yashayotdi degan davlatlarning sistemalarini 1400 yil avval dunyoga o'ttirib qo'yib bergan mushunda bir kitob ekanligini namoyon qilib o'ttirib qo'yish kerak. Yuqorida deganda kashkicha u boshqa narsalar kirib olmaslik kerak. Hozirgi real dunyoda Qur'onning haqiqiy go'zal bir kitob ekanligini, haqiqiy bir davlatchilik sistemasini, haqiqiy insonlikni, haqiqiy barobarlikni, haqiqiy erkinlikni o'ttirib qo'yadigan bir kitob ekanligini mana shunday munozirlarga qatnashish orqali uningdagi namoyon qilgan vaqtda haq bizning dinimizni va kitobimizni xunuk ko'ranmaydi, xunuk ko'rish haqqi bo'lmaydi. Bizning dinimiz manda din dalalaymiz.